Assalomu alaykum azizlarim, mana ko'ryapsizlar, yarim kechada ham biz ijoddamiz. Mana hozir mana shoirim, bastakorim Shahzodbek hamda mana aranjirovchikim shunaqa yaxshi ko'raman. Qo'llari gul ikkilovligini ham. Men endi o'zim anaqa ijodkorlarim topdim deb bilaman. Hozir 13-14 ga yaqin mana qo'shuvlarni boshladik birgalikda. Har kun ishlab, hozir qaysini eshittiramiz? İçimdagi dushmanlarni eshitinglar, baho beringlar. Qani ketdi. Mana faqat Nonkur dil ozorlardan Xudo bezor deydilar. Qo'yib bersang joningni yulib olib yeydilar. Mehr berib, dil berib, men tomon bo'ldim ona. Do'st devandisha qilib, tamom to'ldim ona. Ona vijdonim tirik, dardiga bo'ldim shirin. Qilib yaxshilik, men yomon bo'ldim ona. Dilim tilib separ tuz, qalb sindirib bosar yuz. Begonamasda afsus, ichimdadir dushmanlar, ichimdadir dushmanlar. Dilim tilib separ tuz, qalb sindirib bosar yuz. Begonamasda afsus, ichimdadir dushmanlar, ichimdadir dushmanlar. Alam qilmaydi shuncha begonalar o'ldirsa, yoqasidan tutasan ey paymonangni to'ldirsa. Bu eng yomon part ekan, zahari bor qand ekan, davosi yo'q dard ekan, o'zingniga kuydirsa. Dilim tilib separ tuz, qalb sindirib bosar yuz. Begonamasda afsus, ichimdadir dushmanlar, ichimdadir dushmanlar. Dilim tilib separ tuz, qalb sindirib bosar yuz. Begonamasda afsus, ichimdadir dushmanlar, ichimdadir dushmanlar. Siz bilan ishim bor, men ham bu dunyosidan bir kun qaytishim bor. Qadrim bilmaganlarni, dilimni ezganlarni, haqqimni yeganlarni Xudoga aytishim bor. Qadrim bilmaganlarni, dilimni ezganlarni, haqqimni yeganlarni Xudoga aytishim bor. Qalb sindirib bosar yuz. Begonamasda afsus, ichimdadir dushmanlar, ichimdadir dushmanlar. Dilim tilib separ tuz, qalb sindirib bosar yuz. Begonamasda afsus, ichimdadir dushmanlar, ichimdadir dushmanlar. Qanday qilib sizlarni yer ko'tarib turibdi, unutmang hammangizni, Xudo ko'rib turibdi. Qani, yoqdimi azizlarim? Mana gap yo'q. Zo'rmi? Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Endi o'zingizlar eshitib baho berasizlar aziz muxlislarim. Sog' bo'linglar. Yengilliklarni Xudo xolsa har 2 kunda eshitib borasizlar.